Miladi 1959 yılı 9. ayının 26. günü Yoshino yerim orulda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo-qazoga uchragan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili to'lg'an bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatlik bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. www.chikit izhor tv chikit cn salon izlashnomamiz izhor tv cn 17 yilgacha bir-biridan tamoman xabarsiz yurgan oti bilan qiz uchrashib qolgan bo'lsa-mu, yana taqdirning ahmoq qilishiga uchirdi. Yoshino Nobuto o'z bolam deb elib ketgan qiz amaliyotda qotil Shimazaki Eijining qizi edi. Shimazaki Eiji oldirab tinib elib ketgan Naoko bo'lsa, dal Nobutoning qizi edi. Mushu paytda Nobutoning burunqi ayoli Eishi Kaneko Nobutoning oldida paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin erini taniyolmadi. Shuning bilan bir chaqda Shimazaki Eiji bir qatimli qotillik delosi bilan chetilib qolgan bo'lib, Nobuto dal mushu deloning mas'ul taftishi edi. Shuning bilan haqiqiy ota-bola bo'lgan taftish amaldori bilan gumonli qotilning qizi o'ttirsida tushungelib bo'lmaydigan g'alati jang boshlandi. Tekshiribsiz. Yaxshimisiz, Yamasugi? Shimazaki Eiji bugun taftish vazirligiga olib elib kelindi. Tepçi efendi, siz köp avar oldunuz. Shimazaki Eiji'nin qatillik jinoyat sodir qilganligiga doir haqiqiy dalil isbotlarni qo'lga tushadinglarmi? Bu o Manju ko'chasida mushtlashib boshqalarni yaralandirganligi uchun taftish vazirligiga olib kelindi. Ya'nilar boshqa delo turg'izib qo'lga olibsizlar. Lekin bizning dalil isbotlarimiz to'liq. Uning ustiga tutib turish mezgilida butun kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatamiz. Tepçi efendi, bizni qo'llashingizni umid qilamiz. Tekshiribsiz. O'tiring. Akşam obda uxladingizmi? Tepçi efendim, bu komediyani yig'ishtirsanlar bo'larmikin? Komediya? Bu aniqlish emasmi? Qamoqxonada odam urg'ani shu kunli bir taraf qilingan bu. Emdilikda bo'lsa, men tutib keldinglar. Bu kishiga huquqim deb seni qilganlik. Sizni qo'lga olgan chaqda yeningizda 30 ming yen pul bor ekan. Siz mening iqrorimni ko'rmagan o'xshamamsiz. O degan ot belgisi beltini mukofot qilishgan pul. Qaysi maydonda? O yo'tada. Dal shu yerda. O yerda aeroplanning ovozi odamning quloq minsin edi. Qaysi maydon musobaqada uftuvaganligingizni eslay olamsiz? Heliqa 30 ming yen pulni qanday uftuvadingiz? Bu'g'u esingizda bordi. Termidan chiqqanimga uzoq bo'lmag'achqa ot belgisi ahvoli bilan ancha tanishib ketamagan bo'lsam-mu, ta'limni sinab ko'rdim xolos. 6-maydon va 7-maydonga deyman. 3-chi, 6-chi va 2-8 nomerlik biletni olgan. Soqchi mahkamasida deganlaringiz bilan o'pmi o'xshash chiqdi.
Shundoq bo'ladi-da, amaliyotmi shundoq tursa. Undaq emas-da. Siz xuddi kitob yodlayotgandek bir gapni tushirib qo'ymay da'vatsiz. Kechiring. Men bir atil tamaki bersangiz. Amaliyatsiz bəygi maydoniga bormidingiz? Borgan bo'lsangiz bilet setib oladigan pul qayerdan keldi? Nima dedingiz? Ot bəygisdiki dasmoyin da'vatiman. Tepçi efendim. At beygisi bilen Kavaxanda adam urgalıqım o'ttirisda qandaq bağlanish bor. Bu qatim meni Kavaxanda adam urgan deb gumonlanganliginglar uchunlar qo'lga oldinglar. Nemishki bu ishni tilga olmay, buning bilan hech qanday munosabati bo'lmagan at beygisini hadab surishti qilaversiz. Boshqa din o'tirg'izib qo'lga olish kishilik huquq masalasiga chetiladi. Shundaqmi qandaq, ha? Siz oliyjanob odil odamdek ko'rinasiz. Savolimga javob bering. Bu ishning oqibatiga o'zingiz mas'ul bo'lasiz. Buni menga o'rgatmayli qo'ying. Tepçi efendim, meni unchalar namarat deb qolmang. Mening biraj kital beygi belt setib olchiligim bor. Biroq sizning normal xizmatingiz yo'q-da. Bu pulni qizim ishlab topgan. Mening 17 yilgacha ko'rishib boqmagan qizim Naoko. Qo'lidan ish keldigan bola. Kavako, nima ish qilyapsan? Sigim kep ketdi. Sigim kep ketdimi? Tez bu yoqqa. Naoko chatoq qisib ketdi. Apla, chatoq bo'pti. Mushel silvagini. Ona. Sal turib, ustamdan kechirim so'ramiz. Men ketga o'yin o'ynaylik. Naoko acha. Xo'xlab odamsa odam o'ltaga da'vatidi. Nima? Bu gap rostmi? Dodingiz odam o'ltaganmi? Ay, yaqin kelin. Ay, meni qo'lim bu yoqqa. Hay, siz buna o'yin boshladi. Naoko acha, bu yoqqa kelin, sizlar o'ynaylik. Naoko acha, kelin. Kelin, aka. Sizlar qo'limni kelib, meni kimga Tata. Dadam qandaq gunoh qildi. Dadamni etkitishinglar hargiz yo'q qo'ymayman. Men hech chiqmadim. Shimazakining qizi dedingizmi? Tepçi efendim. Hele kız bala bazı ahvallarını bilemdiğando. Mesela Shimazaki Eiji'nin uçsudaki ele qar xurum chapanni alayliq. Uyni aqtirganda hech yerdan chiqmadi. Yamasogi, uni Shimazakining qizi yo'q deb demoqchimisiz? Lekin Shimazaki o'z og'zi bilan uni Otaga daryosiga tashlab etdim demidimi? Deyishni go dedi. Biroq Shimazaki degan hele joyda suvning eqishi asta. Agar chapanni shu yerga tashlab etgan bo'lsa, yaqin atrofdan topqili bo'ladi. Lekin hozir u yerda hech narsa yo'q. To'g'ri aytdingiz. Balkim rostla ota-bola ikkisi chapanni yo'q deb aytgan bo'lishi mumkin. Lekin hali qiz undaq ishni qilmas deyman. Bu qiz bundaq ishni qilmas. Bu bir dadam gibi. Bu qizning o'z pushtidan tomgan qizi ekanligi Yoshino Nobutoning uxlab tushigimi kirmagan edi. Naokochu u Yoshino Nobutoni
dadısını ölüm girdabıga qistab qolgan vahshiy obsharka deb qarab, uning o'z dadisi ekanligidan tamoman xabarsiz yuraverdi. Kiring. Sizga ko'p rahmat. Ben bu qahrani o'zim demladim. Qani tetib baqay, qandaroq bo'ldi ekan? Qandoq bo'pti? Tamlik bo'pti. Rostmi? Rost, haqiqatan tamlik bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Bundan keyin sizga qahrani o'zim demlab beray. Bu men uchun zo'r baxt. Dada. Bugun men voleybol komandasiga qatnashdim. Ondaqda bir necha kundan keyin sahnada mahorat ko'rsatgansizda. Xatolashdingiz. Voleybol degani sahnada o'ynamaydi. Rost. Yoshino, Yuzmiko. Ayni choq bilakning o'zi. Qandoq? Yana qaysi mahoratni ko'rsasam bo'la? Havada chaqmoq chaqishni ko'rsatay. Har qitim qizi Yuzmikoning u maxshuq qiyofatini ko'rganda, Yoshino Nobotaning kallasida darhol Shimazaki Naokoning tatargan huduqqan chiroyi ayon bo'ladi. U dadasining ahvolini bilib turib, boshqinmay azoblanayotgandi. Kelinglar, hammalar joyinglarda o'tiringlar. Bilinglar, qo'l uzatmanglar. Hammalar bilinglar, qo'lingni uzatma. Gap anglar. Yaxshi, gap anglanglar. Nay, yaxshi bo'ldi. Endi tomoq yanglar. Tomoq yeymiz. Qandoq? Mezilikmikan? Mezilikkan. Naoko. Bu yerga kelib birga tomoq yang. Texcha, dadangizning ishini o'ylayapsiz. Kayfiyatimning bolalarga ta'sir yetkazib qo'yishini xohlamayman. Sizdan o'tinib qolay. Hozir uyga qaytib ketay. Ben burunla ettim-ku. Xırım çapınım deryaga tashlab beliqlarga yem qilmadim. Bu gapni saqchi mahkamasida bir necha qatim takrorlagan. Nima ish tashlayaptingiz? 18 yilning oldidagi Qur'on saq chapan tursa, onun ustiga chapandan turimning zaypiriq purab ko'ngilni elishtirdi. Lekin siz degan helqi joydan chaponni faqat topolmadik. Yana o'ylab baqing. O'ylaversangiz hamon esingizga kelib qoladi. Chapanni Otaga daryosiga tashlayotganmi deyli. Lekin uni saqchi mahkamasida degan helqi joyga tashlamagan o'xshaysiz. Yoki bo'lmas qizingiz yo'q debdimi? Kızım, o ne bilen dedi? Qizingiz sizning ishlaringizni bilamdi. O bir anasini ko'rib qolganmi? Bu yerda cho'qim masala bor. Qizingiz kichik bola emas. O hech narsa bilmaydi. Ko'z yumib ochqich shuncha yillar o'tib ketibdi. Ayni yillarda yilqi kapsiz o'g'il bolalar bizni o'rvilib cho'qan ko'taradi. Keyin men shunday qilib bolalar baxtisining tarbiyachisi bo'lib qoldim. O'qish bitagan chaqlarimizni aslasam, men seni qonun fakultetiga imtihon beramikin deb yurgan. Lekin o chaqlarda bu gap qulog'imga kirmadi. Yo'q, menda ishonch yo'q edi. Haras, tuyuqsiz telefon beribsan, biror ishing bormidi? Tutib turib tekshirilayotgan gumonliq jinoyatchining tuqqanlari uning bilan ko'rishsa bo'lamdi. Bu so'roq qilingandan keyin dalil isbotni yo'qotib etish ehtimol bo'lmaydigan bo'lsa masala cho'ng emas. Qaysi deylo? Heliqi Shizuoka daryosidagi qotillik deylosi, Shimazaki Ejining deylosi. Heliqi deylo ekanda. Bir stakan qahva ichimsizlar. Qahva ichkin bo'lamdi. Yo'q, bo'ldi. Bir stakan qahva bilan mehmon qilsaqning bo'pti. Siz degan mehmon tursangiz, avval qilgan bir ishingiz baxshi bo'ldi. Yordam qilishni xohlasangiz bek yaxshi bo'ladi. Bu qatim Shimazaki Ejining advokatligini Yamamura Miyako ustiga oldi. Vujudidan illiq muhabbat urg'ib turgan taftish amaldori, talantli ayol advokat bu mo'tazi qamlashdi. Biroq bu qatim siz Shimazaki Ejini tövbe qilib qaytadan odam bo'lishni da'vat qilib yurmang. Bu odam beqib olgan o'g'lingizning o'z dadasini o'ltirayotgan kasbiy qotil. Kamamura efendim, men bir taftish xodim bo'lish sifatim bilan cho'qim adil ish qilaman. Albatta, albatta. Bu nuqtadan gumonlanmayman. Faqat burun jinoyat o'tkazgan bu qotilga qarata qani qandoq jazo berasizkin?
Meningcha, haliqa jazo qonuni bo'yicha tarbiya berish nazariyangizni endi yig'ishtirib oling. Lekin nimali degan bilan hozir Shimazakining odam o'ltaganligiga doir birami dalil isbot yo'q. Yaxshi odamga o'g'il qilindi demoqchimisiz? Uning qizini qo'shimcha isbot berishga chaqirsak qandoq? U texi to'liq o'tir maktab o'quvchisi. Uni qo'shimcha isbot bera oladi deb qaragan taqdirdimi, taftish mahkamasiga chaqirib kelib bo'lmaydi. Unda qilsak uni aytib zo'r ro'yi besimga uchraydi. Uning ustiga biz uning bilan tanishimiz. Shunga boshqa yo'l tepishimiz kerak. Dadingiz bilan ko'rishganda onangdan o'tlaroq so'rab beqing. Bo'lamdi. Buning hech qanday qo'rqadigan yeri yo'q. Bu degan sizning aqani yo'q huquqingiz. Ma'qul. Yani kelib, dadingizning gunohsiz ekanligiga ishonsangiz, qo'rqishning texmi hojati yo'q. Bu tam nima degan o'zini? Har qatim kelganda qattiq qayg'urlik his qilaman. Siz bu yerga doim kelamsiz. Shundoq. Dastlab kelgan chog'da yuragim po'qildab ketgan edi. Naoko xonim qani? Ha, bu yerda nozirlik chiqib ketdi. Dada. Beyag nima deb kelding? Dada. Məhli öyti yox, taz xoş bo'lgansan. Ha? Siz adam öldürmediniz, şundaqmı? Siz herkes adam öldürmeysiz. Şundaqmı dada? Belki meni ömür boyu uyga qaytmıs ekan da'vatqansan. Ha? Dada. Naoko. Sen bir enes dedimi qandaq? Meyli, neme degan kes şunu deve. Nait kes türmüdü ömür boyu yatamın şu. Bu yerda yetishni shuncha xohlabsiz. Siz degan gunohsiz. Men buningga ishinaman. Sizdan o'tinib qolay. Men o'g'il bo'ldim. Men pok, gunohsizman. Dada. Ular ikkisi haqiqiy ota-bola bo'lmasmi, lekin qarshi tarafning o'z dadasi va o'z qizi ekanligidan qilchi gumonlanmadi. Qozam, baxatarlik. O'zing yolg'iz o'ynayapsan. Nima bo'ldi? Ona! Sizga ko'p rahmat. O'tgan qitim sizga adabsizlik qilib qo'yibdiman. Na'digini, mendan o'tdi. Sizga hamroh bo'lolmaydigan bo'ldim. To'xtab turing. Behurmatlik bo'lsin so'rab boqay. Sizning ismingiz Otaki Yomikomi? Ha. Men Mao ishni qilaman. Taftish amaldori. Mening ismim Yoshino Nobuto. Eshikaniko. Siz nimishqa? Nemishqa Yoshino Nobuto degan ismni anglab turib, yana parvo qilmaysiz. Eshikaniko. Aytaman, sizga zodi nim bo'ldi? Bu yoqqa mangayli. Hammacha. Naoko. Akiko sizning dadingizni ko'ngil ketganligingizni aytib berdi. Dadingiz yaxshi turibdimi? Siz advokatmi? Shundoq. Mening ismim Yamamura Miyako. Ko'proq yordam qilasiz. Ilmi yaxshi. Naoko'ga otadarchilik qildingiz.
Bu degan qanchalik ishdi? Taftish apandi bizdan ahvol uqishmoqchi ekan. Ansirmang. Aslida da ansirgidek ish yo'q emasmi? Ha? Qiyni amsa. Bo'ladi. Naoko'ning ishiga ko'proq ko'ngil bilib qo'yasiz. Ma'qul. Naoko! Meni Shimazakining dilosiga aralashdi deb xafa bo'ldingizmi? Yaqay. Taftish apandi, marhamat. Hey! Heyliqkiniz taftish bo'ldi. Dadamni kechirishingizni so'rayman. Hech vaqasi yo'q. Dadangizning sapraligini tushunishga bo'ladi. U nimani degan bilan 17 yilgacha jamiyatdan ayrilib yashadi-da. Toshizuki. Dadam rastilla odam o'ltiribdimi? O'tgan kuni sizning taftish amaldori ekanligingizni bilmay behurmatlik qilib qo'yibdimi? Siz Naoko ahvolni bilib turib bosh qilmayotdi deysiz. Mening shundoq emas. Yomiko. Uni kichigidan tartibli bilamiz. U yolg'on gap qilgan bola emas. Shundaqmi? Bu baliq ishining 17 yildan keyin ko'rishgan dadasi qatil bo'lsa, bu uning uchun nihoyat zo'r zarba bo'lmamdi. Endi uningdan yana gumon qilinsa, undaqda Lekin taftish amaldori degan hamma gumon bilan qaraydigan odamlar. qilgan gapingizni qarang. Kechiring. Rostni aytganda hamma gumon bilan qaraydigan odam o'zimi azoblandi. Yirik oldi bo'p, kun o'tkazish ta'sishda. Sizni-da. Gapni nereden başlasam bo'la? Men o'xshashli qonun bilan shug'ullanadigan odam bo'lish ustida sizga nima deb tushuntirishni bilmayapman. Lekin siz shuningga ishoningki, men qonunni ojizlarning do'stiga, fuqarolarning qo'lidagi qurolga aylantirman. Meningcha qonun huquqdorlar tarafida turmasligi kerak. Men buni reallikka aylantirishga bel bog'ladim. Mubada biraz sizin ahvol egallamoqchi bo'lsa, siz buni o'zingizga foydasiz deb qarab, gap qilishni xohlamsangiz, bu mayli. Qon qarindoshlik nuqtasidan qaraganda, salbiy isbotnoma bermagan taqdirdami, sizni ayblashga bo'lmaydi. Qonun hozirmi fuqarolarni qo'g'daydi. Bu rasmi. Bu sizni yolg'on gaplarni to'qsangiz bo'laverdi deganim emas. Lekin o'zingizni qonun orqali qo'g'disangiz tamoman bo'ladi. Albatta, sizni jazman mushunda qilish shart deb qaramayman. Faqat shuningga ishoningki, siz o'z dadangizga ishongandekla, menmi o'zimning beqib olgan dadamga qat'iy ishonaman. Beqib olgan dadam hergiz yüz xotir qilib saxtpazlik qiladigan ishni qilmaydi. Bu mening birdan bir deydigan gapim. Dadilroq bo'ling. Rahmat sizga. Mushu minutlarda Naoko faqat mush yigitning o'zining do'sti bo'lish mumkinligini his qildi. Shuning bilan bir chaqda u yana bu yigitning dadasini tekshirayotgan taftish amaldorining o'g'li ekanligini esiga keltirib ko'ngli buzildi va hasrat chekdi. Tun pardasi bu ikki gavdani o'z qo'yniga oldi. Hali xo'rim chapan tepildi. Undaqda Shimazaki Ejining iqrori raskenda. Tekshirish natijasida chaponni qanday borligi sezildi. Chapan qanday ziyonkashlik uchirg'ishining qon tipiga o'xshash bo'lsa, hamma ish oydinlashadi.
Tekshirishda isbotlandiki, qandag'i surtib etilgan. Shunga qilib qolganlari nihoyat oz. Qon tipini tekshirishga yetmaydi. Mushu ahvolga asosan Shimazakini yana bir qitim so'roq qilib baqsa qandoq? U qandag'i masalasini faqat tilga baqmagan. Qandaq Shimazaki. Yanala yavaşlık bilan ixro qilganingiz to'zik. Bu ishni siz qilganmi? Nemandoq tugamaydigan gap bu. Bu yerdagi gap xirom chapiningizdan qon dog'lari bayqaldi. Chapandagi qonning tipi ziyonkashlikka uchirgan erkakning qon tipi bilan o'xshashmikan? Ustalik qilma. O degan o'zim yarlangan chiqqan qon. Mana qaranglar. O ko'chda qurilish qilayotgan ekan. Ish o'rniga sim to'saq tatib qo'yibdi ekan. Qo'limni och sim to'saq yarlantirib qo'ydi. Kirang. Qandoq? O qo'lim yarlangan deydi. Nima? El xurum chapandik qandag'im da'vatiman. Shimazakining qo'li rostli yarlanibdi. Mubada qon tipini tekshirib chiqamizsak, boshqa amalimiz yo'qdi. Tepsi efendim, Shimazakining uyini yana bir qitim tekshirib olsakmikin deyman. Balkim qandag'i bo'lgan ichki kiyim qatorliq narsa tepilib qolishi mumkin. Tasdiqlashingizni so'rayman. Qandaq? Yana bir qitim sinab boqaylik. Aylaşkan avagan da. Haşin desen. Sen kutmadın mı? Ben ağla bakmadım. Ne bo'ldi? Benim şakradı dedi. Askeri. Baklayın. Nauko. Top komandası sizin saklap durdu. Hatırcam bolun. Ben sizge işinimen. Aldı bilen işkinlanın işi işki iş. Gerçi kandaşlık münasebeti bağ değilsimi, lekin dadı degen dada, balı degen bala. Her işkisi okşaş bulmagan işki adam. Ruhluğrak bolun. Berin, köpçük sizni kütmekte. Ma'qul. Termirimi kechikib kelgan bormi? Undaq deymi? Na okoning derdim o, yitib aşıdı. Şundaq mı? Kechiringlar. Endi buningdan keyin yig'lamayman deb va'da bersangiz bo'lmaydi. Sizlar yig'laydigan terlarni komanda a'zolarimi yoqtirmaydi. Xarim. Hey, bugün nemini meşgul qilamiz. Tizaq bo'yi xushurun. Rahmat sizga. Sizdan bugun nimani mashq qilamiz deb so'rayapmiz. Ma'qul amsa. Bugun avval maydonni aylanib yuzi qaytimish yuguraymiz. Bu ne elan? Beşki! 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 Hayratullah! Beşki! 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 Siz Shimazaki Naoko bulamsiz. Beşki! Bu aktırış guvanamsi. Biz bilen bilemezsiniz. Yağmur çapını. Köynek. Qandaq, bo'ldi mu? Bo'ldi. Bularning hammasi uydan chiqqan narsa. Shundoqda. Amsa siz ko'rib beqing. Ansirman. Ishiltib bo'lgandan keyin sizga qaytarib beramiz. Maktabga berishingizga qarshilik qildik. Kechiring. Siz hazırlı tamak yemsiz. Yo'q, bir istiqon choy bering. Ma'qul. Men qo'yib beray. Cho'ntada. Men bo'ldi.
cho'ng dadangizning sizga amroqliq tutib ketgan o'xshamamdi. Bu qiz yana maktab kelib bir necha kun o'tmayla 5 part so'giga topshiribdi. Cho'ng dada. Aslida mushu ishqa xush bo'lib ketibdi ekan sizda. Xatoni eshitdingiz. Sizga aytib qo'yay. Yoshino Yizimiko sharaf kalsini bayatligiga saylandi. Rostmi? Yangi kelgan o'quvchi emasmi? Onunga e'tibor berib ko'pchilik bilan baldiroq aralashyapsan deb shunday qilgandi, ha? Cho'ng dada, nechun ekansiz? Men degan eng yuqori ovoz bilan saylandim. Tushundim. Maktab kirgili bir necha kun bo'lmay turibdi sinfga ertavali o'quvchiga aylanibsan-da. Siz erki tursangiz sinf hayotligini qamlashtira olasizmi? Qarab turing. Acha, shuni bilang. Emas, siz ulardan xabar olib qo'yasiz. Dada, sizdan bir ishni so'ramoqchi edim. Nima ishni? Men butun bir kun dilo ko'rib chiqdim. Shizuoka daryosi bo'yida qotillik dilosini qanday bir taraf qilay deyapsiz? Qanday bir taraf qilish? O'chig'ini aytganda, men boshqa dilo turg'izib qo'lga olish chorasini qo'llanishga qarshi. Toshisuke. Bu xil chora urushdan burungi ishbiyonlik organining qilmishlari bilan o'xshab ketmamdi. Toshisuke. Qonunni tushuntirishga bo'ladi. Lekin meningcha, qonunni tushuntirishga bo'ladiganligi dal hozirgi adliyadagi tub masala. Adliyaning shon sharafiga hujum qilishini yo'l qo'ymayman. Adliya odamdan tarkib topgan. Odam bo'lgan ekan qonunni xato tushunib qilishdan, qonun moddalarini qalayimqon tatbiqlashdan xoli bo'lish tas. Bilsizmi? Hech bo'lmaganda adliya bilan shug'ullangan odamlarning o'zi qonun. Yana adliyani o'z mas'uliyat deb qaraydigan odamlarning o'zi qonun. Cho'ng dada, qarang, achchig'ingiz bu yomonligini. Ana eski kechiringlar. Lekin Toshisuke, bu ishdan ansirmayli qo'ying. Lekin dada, undaqda Shimazaki Eiji qotillik dilosida faqat gumon qilinganligi uchunla. Aka, bu diloq nimachi ko'ngil bilib ketsiz? Na akaning dadasi bo'lganligi uchunmi? Yizimiko. Bo'lmasa bu diloq nimachi qiziqsiz? Men zadil tushunamadim. Nobuto damallikqa nima qilishni bilmay qoldi. Bir yoqqa qarasa Shimazaki Naokoning bechorlarcha mo'ldirlab turgan ko'zlari. Yana bir yoqqa qarasa Otaki Yomikoning yot odamlardek sovuq nazari ayon bo'ladi. Balkim bularning hammasi Nobutoning gumonidir. Shimazaki ashqaloxonaga kirgan. Biraylan Shimazaki bu yerdan chiqqan chog'da ziyonkashlikka uchirg'uvchimi hamrosi bilan xo'shlashib udulmusha kelgan deydi. Hammanglar ko'rdinglar, qotillik naq maydoni oldimizga yaqinli joyda. U Shimazakining qizi-ku. U bu yerga nima ish kelgan? Yaxshimsiz. Mana bular haqiqiy ota-bola. Shundaqla haqiqiy ahvolni bilmaydigan baxtsiz ota-bola. Men ketaveray. To'xtab turing. Bu gulni nima ishga qaytib keldingiz? Gul taqdim qilish qandoqsiga esingiz kelib qoldi. Balkim Shimazakining bir ish qilganligiga ko'nglingiz tusanbadi. Shunga yasalmalik bilan gul taqdim qilib yuradigansiz. Qandoq bu ishni kimning qilganligini bilamsiz? Dadam qilmadi. Undaq bo'lsa nima ishga bundoq o'ynaysiz? Hargizmi dadam emas. Ko'nglingizni tushunamiz. Lekin bir ishni biladigan bo'lsangiz, yanada yavaşlık bilan aytishingiz kerak. Bilmayman. Hey, Bo'ldi. Hech vaqasi yo'q. Bu o'lgichiga gul taqdim qilg'ili kelibdi. Sizni cho'shtib qo'ydik. Tez uyga qaytib keting. Nima bo'ldi? Siz
hech ish bo'lmadi. Tepsi efendi. U hamma ahvolni biladi. Bo'ldi. Yanalar bevosita dalil isbotlarni topgandan keyin birini bitaylik. Bu qizni qo'shimcha guvoh tutibdi-da, bir qitim so'roq qilsa qandoq? Teptiş efendiga yalvurdingmi? Dadamni mangu turmudan chiqaman deb yalvurdingmi? Dada. Dada degan ovozingni anglashni xohlamayman. Bundan keyin har kuni bu yerga kelib meni yo'qlab yurma. Men sizga ishinaman. Qilgan gaplaringizning hammasiga ishinaman. Bo'ldimi? Bu gaplaringda zerikdim. Ayol haqning og'zidagi ishinaman degan gapni toza obdan bilaman. Bundan keyin bu yerga kelma. Dada. Men sizga ishinaman. Buningizda qanday qilib o'tgan? Ko'zing sig'madimi? Dada. Siz yorilmabsiz-da. Nima degan kasda? Ahvoldan qaraganda tushdan keyin uni so'roq qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Na o'qonimi? Qarang sizning ro'yaltingizga. Sud siz bilan qandoqmi tig'mi-tig' elisha olayman? Buningga o'zim sababchi. Avval mendan kechirim so'rab oldingiz. Endi kechirim so'rash navbati menga keldi. Otaki Yomikoning ishi to'g'riliq. Mendan savallik o'tibdi. Men uni ish bajarish o'rindikilarga tekshirtkizdim. Xotirsini yo'qotibdimi? Shundoq. Otaki Yomiko, Otaki oilasidan bu yerga ko'chib kelgandan keyingi 15 yildan buyon xotirsini yo'qotish oldida turmoqda. O'tgan ishlarni aslayolmaydi ekanda. Otaki Masamining asli yurti Nagoya. Xonimingiz Yizmikoni quchoqlab, Esay bo'g'zidagi Tayfun bo'rnida yetib ketgan joymi Nagoya. Shunga 17 yildan buyon qilch xabar bo'lmaganligini tushunishga bo'ladi. Xonim burun qishlarni aslash iqtidorini tamamen yo'qotgan. Oldingiz ayiblikman. Qog'ish tekkur kasbiy kasallik tufaylidan hamma narsani o'chir-bichirga surishtirib o'rganib qopdiman. Biroq men ishi kanikoga havas qilaman. Siz uni saqlab, top-to'g'ri 17 yilgacha qayta nikohlanmadingiz. Esiyatchan Yoshino hamilit. Ruhliroq bo'lam. Nobita uchun aytganda 17 yilning oldidagi yilqi go'zal chaqlar uning esidan 1 minutmi ketmaydi. Amdilikda bo'lsa bu chaqlarni Eshi Kaniko tamoman unutib ketgan edi. Yo'q.
u ayol Eishi Kaneko bo'lmasdan, balki butun yurak qinini ikki bolasiga beg'ishlagan Otaki Yomiko ismli ona edi xolos. Nima? Shundaqmi? Ha, tushundim. Ma'qul. Bir apandi sizni sirtda saqlab turibdi. Uning ismi Otaki Masami ekan. Otaki Masami? Yaxshimisiz? Tünügülü ko'rishgan bo'lsaqmi, bugun yana kelib sizni avval qilganligim uchun kechiring. Chunki mening qonundan to'liq xabar va bir tanishim yo'q, shunga. Marhamat. Undaqda nima to'g'riliq so'zlashmoqchisiz? Tepsi efendim. Qo'shniga alinish jinoyat degan qandoq jinoyat? Rostni aytsam, xotinim xotirasini yo'qotish kesligiga giribdor bo'lgan. Balki bu gapimdan hayron qolasiz. 17 yilning oldida Ise bo'g'izdagi tayfun borni o'tib ketgandan keyin men dardanglab ketayotgan Yumikoni qutqizib oldim. Yumiko degan bu ismni keyin qo'yib qo'ygan. Uni qutqizib olgandan keyin men uning bilan mujmal bir holatda bugungacha yashab keldim. Otaki. Undaqda Pozadi demoqchimanki, Mubadi Yumikoning xotirasi asli kelib, o'zining burun to'q qolganligini esiga ola olsa, mening bu qilganim jinoyat hisoblanamdi yo'q. Sizga ma'lum bo'lgandek, bizning ikki bolamiz bor. Lekin Yumiko o'zining nikohlanganligini esiga ola olsa, shundaqla uning burungi eri o'tirg'i chiqsa, Yumikoni uning qaytarib berish kerakmi yo'q? Bu qo'shni nikohlanish haqiqatan bir xil jinoyat qo'dayman. Shundaqmi? Efendim, bu haqda ko'rsatmasangiz kerak. 17 yildan buyon men uning xotirasining asli kelib qolishdi. Tuyuqsiz yo'qolib ketishdi. Uning tegtaktini biladigan bir odamning paydo bo'lib qolishidan ansirabli keldim. Her kuni mushundoq dakka-dakka kun o'tkazdim. Tepsi efendim. Sizningcha bizning bu ishimiz jinoyat hisoblanamdi qandoq? Balkim jinoyat hisoblanmas. Rostli jinoyat hisoblanamdi. Sizga ko'p rahmat. Qo'shimchi guvoch keldi. Bozorda qandaq ish? Eliq kuni kechda bu xurum chapanda qandaqlar bor edi, shundaqmi? Siz surtib etdingizmi yoki yo'yib etdingizmi? Yoki bo'lmasa, dadingiz o'zi yo'yib etdimi? Siz buni bilishingiz kerak bo'laymi? Chapandagi qonni ko'mirdingizmi? İsminiz Naoko, shundaqmi? Dadingizni qo'g'dash hissiyotingizni tamamen tushunaman. Chunki dunyoda faqat birli dadi bo'ladi. Lekin bir nuqtani tushunishingizni umid qilaman. U bo'lsa-mu, dunyoda qondoshlikdimi qimmatli bo'lgan bir narsa bor. Ya'ni haqqoniyat va haqiqat. Mening siz buni tushuna olasiz. Dada qiziga dunyoda qondoshlikdan qimmatli bo'lgan bir narsa borligini aytdi. Qizimi dadasining ta'limini, ya'ni qondoshlikdan muhim bo'lgan narsa haqqoniyat va haqiqat ekanligini angladi. Amdilikda bir-biridan ayrilib turgan bu haqiqiy ota-bolani bog'lab turayotgan rishtami faqat haqqoniyat va haqiqat sadosi edi. İzhar kinoxonasi. To'rbat manzilimiz www.izhar.tv/cn. Salon izlash nomimiz Izhar TV/cn. Nobuto oxiri Shimazakini qo'yib berdi.
Gerçi ba'zi gumonliq ahvollar bo'lsa-mu, lekin to'liq dalil isbot yo'q edi. Dadasini uyga elib ketayotgan Naoko salbiy oromlik his qilishga boshlaydi. O'zi dadasining gunohsiz ekanligiga ishonsimi, lekin ish o'zining orzusidagidek bo'lmay qoldi. Mushu paytda Shimazakining kishini cho'chtirgan bir faktni aytishi bilan Naoko tuyuqsiz umidsizlik girdavoq berib qoladi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 4-qismini ko'ring.